Hammaga assalomu alaykum. O'sha 4 rejimlik Cobalt shov-shuvli programmasini yozyapmiz. Cobaltimiz. Hop, avtomat 2017 dan tepasiga bo'ladi. Hozircha shunaqa varianti bor. 2017 dan 2025 gacha, bu 2024-yilda ishlab chiqarilgan Cobaltimiz. Hop. Ma'lumot uchun aytaman. Bu yerda avtomat korobka, tablo, BCM, motor programma qilinadi. Hammasida o'zgarish bor. Faqat tabloni o'zida o'zgartirib qo'yilgan joyi yo'q. Mana. D-da o'tsangiz ham ko'rsatadi. Переключение mana knopka orqali bo'ladi. Eco, Sport, Zimniy и E1 ekonom. Mana Zimniyga olganda sразу 3-skoridan mana yurishni boshlaydi. Sirg'anmasligi uchun. Ana ma'lumot uchun ko'rib qolinglar. Prosta test qilishga bemalol mashina yo'q edi, ola olmadim. Hozir kechda bemalolroq bitta mashina bo'lib qoldi. Olyapman. Endi Sport, Eco, D rejimlarni ham necha sekundda chiqishini test qilib, video qilib tashlab qo'yaman. Prosta 4 ta blokka programma qilish kerak. 1 soatcha vaqt ketyapti. Ulgurmayapmiz. Klient ham ko'p shoshiladi. O'shanga bu narsani qilishga hozircha imkoniyat bo'lmayapti. Xo'p, programmamiz kimga kerak bo'lsa 600 ming so'mdan qilib beramiz, mashina olib kelsanglar. Xo'p, manzilimiz Namangan Kosonsoyda и Toshkentda manzilimiz. Resivi Mustang benzin zapravkani oldida avtodiagnostika servis. Nomerlari qoldiraman. Toshkentdagi adresimizni ham и Namangandagini ham. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana navbatdagi mashinamiz ham tayyor bo'ldi. Mana yana bir marta. Zimniy mana sразу 3-skoridan yurishni boshlayapti mana. Xo'p. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa, duo qilib tursanglar, yangiliklar qilishda davom etamiz.